Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Zarnigor G'ayratovna bilan attestatsiyadan oson o'ting. Ikkinchi darsimiz ham yadro ta'lim jamoasidan sizlarga sovg'a. So'rovnoma o'tkazgan edim. Bugungi nima mavzu o'rganamiz deb. Demak, bugungi mavzumiz qon aylanish sistemasini klassifikatsiya bo'yicha o'rganib chiqamiz. Demak, mavzuni boshlayman. Qon aylanish doirasining markazi bu yurak. Bu hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Periferik qismi esa qon tomirlari hisoblanadi. Organizmda 3 xil qon tomiri mavjud. Bular arteriya, ya'ni yurakdan chiqadigan qon tomirlar. Vena qon tomirlari bu yurakka keluvchi qon tomirlar. Kapillyar qon tomirlar bu mayda qon tomirlar hisoblanadi va organizmda organlarda joylashgan. Bu qon tomir devori bir qavat epiteliydan tuzilgan va bu yerda asosan gaz almashinuvi, moddalar almashinuvi jarayonlari amalga oshadi. Qon aylanish sistemasi, hurmatli ustozlar, ikki xil bo'ladi. Ochiq qon aylanish sistemasi, yopiq qon aylanish sistemasi. Ochiq qon aylanish sistemasida qon faqat yurak va tomirlarda emas, albatta tomirdan tashqariga chiqadi. Yopiq qon aylanish doirasida esa qon faqat tomir bo'ylab harakatlanadi. Shu o'rinda sizlarga qon va qon tomirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Ko'pchilik qon va qon tomirlar bo'yicha tuzilgan savollarga adashib qolishadi. Mana shu slaydda tushuntirgan ma'lumotlarimdan keyin sizlar ishontirib aytamanki, adashmaydigan bo'lasiz. Demak, qon va qon tomirlari. Kislorodga to'yingan qon arterial qon deyiladi. Faqat bu qonni tarkibida kislorodga to'yingan bo'lsa, demak bu arterial qon hisoblanadi. Karbonat angidridga to'yingan qon venos qon deb ataladi. Yurakdan chiqadigan qon tomirlar, arteriya qon tomirlari ichida qanday qon bo'lishidan qat'iy nazar arterial qon tomir deb ataladi. Ya'ni yurakdan chiqadigan qon tomir ichida qanday qon oqishidan qat'iy nazar u baribir arteriya qon tomiri deb nomlanadi. Yurakka keladigan qon tomirlar esa, ya'ni ichida qanday qon bo'lishidan qat'iy nazar faqat vena qon tomirlari deb ataladi. Evolyutsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, dastlabki qon aylanish sistemasi halqali chuvalchanglar tipida paydo bo'lgan. Demak, halqali chuvalchanglar tipida qon aylanish qanday tuzilgan? Slaydga e'tibor qaratdingizlar. Demak, halqali chuvalchanglarda qon aylanish sistemasi yopiq, ya'ni qoni faqat tomirlar bo'ylab harakatlanadi. Qon qizil rangda bo'ladi, ya'ni halqali chuvalchanglarning qoni qizil rangda bo'ladi. Yurak rivojlanmagan, ya'ni halqali chuvalchanglarda qon aylanish doirasida yurak rivojlanmagan. Bir nechta qon tomir devorlari muskullar bilan ta'minlangan. Bu muskullar qisqaradi va qonni haydab beradi. Halqasimon tomirlarda, demak, kislorodli qon, qorin qon tomirida esa karbonat angidridli qon bo'ladi. Bu yerda rasmda ko'rsatilgan orqa qon tomirida qanday tabiatli qon oqadi? Kislorodli. Qorin qon tomirida esa karbonat angidridli tabiatga ega bo'lgan qon harakatlanar ekan. Mollyuskalar tipida qon aylanish sistemasi. Quyidagi slaydga e'tiboringizni qarating, hurmatli ustozlar. Mollyuskalar tipida yurak rivojlangan. Demak, ilk yurak qaysi hayvonda rivojlangan deb savol kelsa, mollyuskalar tipini belgilashimiz kerak. Yuragi ikki kamerali, e'tibor qarating, faqat kislorodli qon harakatlanadi. Ya'ni ikki kamerali yuragida har doim faqat kislorodli qon harakatlanadi mollyuskalarda. Qon aylanish doirasi ochiq, nafas olish sistemasi bilan tutashgan. Bu yerda yurak tasvirlangan, yurak oldi bo'lmasi kislorodli qon. Yurak qorinchasida ham e'tiborli bo'ling, hurmatli ustozlar, kislorodli qon harakatlanadi. Arteriyalarda ham kislorodli qon harakatlanadi. Quyidagi rasmda mollyuskalarning qon aylanish sistemasini slaydni to'xtatib, yaxshilab ko'rib olishlaringiz mumkin. Bo'g'im oyoqlilar tipi. Umurtqasizlar bo'limida eng katta tip bu bo'g'im oyoqlilar tipi hisoblanadi. Chunki bo'g'im oyoqlilar tipi katta 3 ta sinfni o'z ichiga oladi. Demak, bular birinchisi qisqichbaqasimonlar, o'rgimchaksimonlar va hasharotlar sinflari. Quyida qisqichbaqasimonlarning qon aylanish sistemasidan boshlab o'rganishni boshlaymiz. Demak, ularda qisqichbaqasimonlarda oqish yurakda kislorodli qon harakatlanadi. E'tibor qarating. Bosh ko'krak qismida joylashgan. Demak, qisqichbaqaning yuragi qayerda joylashgan? Bosh ko'krak qismida joylashgan ekan. Yuragi 3 juft teshiklar bilan ta'minlangan.
Yurakdan chiquvchi arteriya qon tomirlarida arterial qon harakatlanadi. Yurakka keluvchi vena qon tomirlarida ham kislorodli qon harakatlanadi. Ushbu ma'lumot yangilik, hurmatli ustozlar. Hozir tushuntirib o'taman. 3 juft teshik qonni yurakka qaytaradi, doira esa ochiq holatda bo'ladi. Ya'ni qisqichbaqasimonlarning qon aylanish doirasi faqat qon tomirida emas, demak qon tomirdan tashqariga chiqadi, ya'ni tana bo'shlig'iga chiqadi yoki qon suyuqligi gemolimfa deb atashimiz ham mumkin. Bu sistemani demak davom ettiramiz. Qon yuragida 3 juft teshik bor. 3 juft teshik qonni hech qachon chiqarmaydi. Teshiklar har doim qonni ichkariga qabul qilib oladi. Yurak qisqarganida qon tomirlar bo'ylab tana bo'shlig'iga keladi. Tana bo'shlig'ini to'ldiradi va u yerda kislorod vena qoni, karbonat angidridli qon jabralarga beriladi. Jabralardan kislorod qabul qilinadi va qon kislorodga to'yinadi. Kislorodga to'yingan qon, e'tibor qarating, yurakdagi 3 juft teshik va vena qon tomiri orqali yurakka qaytib keladi. Shu yerga e'tibor beringizlar. 3 juft teshik va vena qon tomiri orqali yurakka qaytib keladi. Bu yangi 7-sinf adabiyotingizda tushuntirilgan ma'lumot. Ya'ni ularda teshiklarning o'zi yurakka qonni qaytarish uchun yetarli emas, qonni qaytaruvchi yo'l sifatida vena qon tomiri ishtirok etadi ekan. Keyingi sinfimiz o'rgimchak-simonlar sinfi. Quyida o'rgimchak-simonlarning qon aylanish sistemasining rasmi berilgan. To'liq holatda qisqichbaqasimonlarning qon aylanish sistemasi bilan bir xil. Faqat ularning yuragi bosh ko'krak qismida emas, qorin bo'limida joylashganligi bilan qisqichbaqasimonlar sinfining qon aylanish sistemasidan farqlanar ekan. O'rgimchak-simonlarning ham yuragi oqish yurak, kislorodli, qorin qismida joylashgan, doirasi ochiq, qolgan qism qisqichbaqanikiga o'xshaydi. Demak, slaydga e'tibor qaratasizlar. Bo'g'imoyoqlilar tipidagi eng katta sinf haqida gaplashamiz. Bu hasharotlar sinflari. Hasharotlar sinfida o'sha qon aylanish sistemasini sizlarga tasvirlaganman quyidagi rasmda. Qon aylanish sistemasidagi o'sha yuragi ko'p kamerali va bosh tomonga yo'nalgan arteriya tomiri, e'tibor beringizlar. Yuragi naysimon ko'p kamerali. Yurak qorin qismida joylashgan. Kalta arteriya bosh tomonga yo'nalgan, e'tibor beringizlar. Ko'pchilik bu ma'lumotni esdan chiqarib qo'yishadi. Kislorod tashimaydi. Ya'ni hasharotlarga xos bo'lgan eng muhim xususiyat ularning qon aylanish sistemasi kislorod tashimaydi. Xordalilar bo'limi, demak, xordalilar deb ataladigan bitta katta tipni o'z ichiga oladi. Xordalilar tipi baliqlarning qon aylanish sistemasidan boshlab tushuntirishni boshlayman. Bu yerda baliqlarning qon aylanish sistemasi ko'rsatilgan. Eng ko'p testga tushadigan savollar va eng ko'p qilinadigan xatolar aynan o'sha baliqlarning qon aylanish sistemasi bo'yicha. Bu o'sha baliqlarning qon aylanish sistemasini men qisman mollyuskalarning qon aylanish sistemasi bilan solishtiraman. Chunki mollyuskalarning yuragi ham 2 kamerali, baliqlarning yuragi ham 2 kamerali. Faqat farqi mollyuskalarning yuragi orqa qon tomir yo'lida joylashgan, 2 kamerali, ichida faqat kislorodli qon harakatlanadi. Baliqlarning qon aylanish doirasida yurak qorin qon tomir yo'lida joylashgan, bu ham 2 kamerali, ichida faqat vena qoni harakatlanar ekan. E'tibor beramiz, baliqlarda yurak 2 kamerali, ikkita kamerada ham karbonat angidridli qon harakatlanadi. Qorin aortasi karbonat angidridli, orqa aortada kislorodli qon bo'ladi. Kapillyar qonda o'sha gaz almashinuvi sodir bo'ladi qon tomirlarida. Qorin venasida karbonat angidridli, doirasi yopiq. Demak, baliqlarning qon aylanish doirasi, hurmatli ustozlar, yopiq holatda bo'lar ekan. Bu yerda rasmni ko'rishingiz mumkin. E'tibor qarating, faqat orqa qon tomirida kislorodli, qorin venasida, yurakni bo'lmalarida, yurak bo'lmasida, yurak qorinchasida va bu yerda rasmda keltirilmagan qorin aortada ham faqat karbonat angidridli qon harakatlanadi. Ushbu slaydga yaxshilab e'tibor beringizlar va qayta ko'ringizlar. Faqat orqa qon tomirida kislorodli qon bo'ladi deb tasvirlaganman. E'tibor berib o'rganib olasizlar. Demak, amfibiyalarning yuragi 3 kamerali, ikkita doiradan iborat. Quyida amfibiyalarning qon aylanish doirasi keltirilgan. 11-sinf adabiyotimizda va yangi 7 adabiyotida amfibiyalarning qon aylanish doirasi biroz murakkabroq tipda tushuntirilgan. Men sizlarga buni sodda tilda yetkazib beraman.
demak yuragi tasvirlangan. Yurak chap bo'lmasi, chap bo'lmada kislorodli qon harakatlanadi, ya'ni joylashadi. Arteriya qon tomirlarida kislorodli qon ko'rsatib qo'ydi rasmda. Demak, kapillyar qon tomirlarida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Vena qon tomirlarida karbonat angidridli, yurak qorinchasida biz bilamiz aralash qon bo'ladi. Yurak o'ng bo'lmasida esa karbonat angidridli qon bo'lar ekan. Demak, chap bo'lmada kislorodli, o'ng bo'lmada esa o'sha karbonat angidridli qon, qorinchada esa aralash qon bo'lar ekan deb tushuntirdim, e'tibor beringizlar. Bu yerda amfibiyalarning qon aylanish doirasi keltirilgan. Demak, ikkita doiradan iborat qon aylanish doirasi va sizlar adashib ketmasliklaringiz uchun quyidagicha qulay ketma-ketlikda yozib qo'ydim. Kichik doira qorinchadan boshlanadi. Qorinchada aralash qon, ko'proq karbonat angidridli qism, ya'ni karbonat angidridli qon harakatlanadi o'pka arteriyasi orqali. Demak, o'pka arteriyasida ham karbonat angidridli o'pka va teriga olib boradi gazni. Demak, u yerda o'pka va terida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. O'pka venalariga qon yig'iladi. E'tibor beringizlar, o'pka venalarida kislorodli qon chap bo'lmaga quyiladi. Kichkina doira tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, katta doiraga e'tibor beringizlar. Katta doira ozroq murakkabroq. Katta doira yurak qorinchasi ikki xil arteriyaga tarmoqlanar ekan. E'tibor qaramiz. Birinchisi uyqu arteriyasi orqali miyaga qon borar ekan. O'rta arteriya orqali esa butun tanaga qon borar ekan va u yerdan yirik vena tomirlaridan yurakning o'ng bo'lmasiga qaytib keladi. Ushbu slaydga yaxshilab e'tibor beringizlar. Qulay holatda bemalol o'rganib olib, o'quvchilarga ham tatbiq qilishingiz mumkin. Quyidagi slaydda reptiliyalarning qon aylanish sistemasini tasvirlab berganman. Demak, sudralib yuruvchilarning qon aylanish sistemasi bilan tanishib o'tamiz. Sudralib yuruvchilarda ham yuragi 3 kamerali, qorinchada yarim to'siq paydo bo'lgan. E'tibor beringizlar. Demak, sudralib yuruvchilarning yuragi ham 3 kamerali ekan, faqat qorinchasida yarim to'siq rivojlangan. Timsohda yuragi 4 kamerali bo'ladi, lekin arteriya va venoz qon yurakdan chiqqandan so'ng aralashib ketadi. Doira ikkita doiradan iborat. Demak, bu yerda ularning arteriya tomirlari, bu yerda kapillyar tomirlari, yuragi va vena qon tomirlari tasvirlangan. Qushlarning qon aylanish sistemasi, demak, umurtqalarni ham sinflar ketma-ketligi bo'yicha oxirlab kelyapmiz. E'tibor beramiz. Qushlarning qon aylanish sistemasi rasmda chiroyli tasvirlashga harakat qildim. E'tibor beramiz. Yuragi 4 kamerali, doira ikkita doiradan iborat. Chap bo'lma va chap qorincha kislorodli qon saqlaydi. O'ng bo'lma va o'ng qorincha karbonat angidridli qon saqlaydi. O'ng aorta yoyi rivojlangan. Ko'p savollarda ko'ramiz. Quyida berilgan hayvonlarning qaysilarida aorta yoyi o'ngga yo'nalgan, quyida berilgan hayvonlarning organizmlarning qaysi birlarida aorta yoyi chap tomonga yo'nalgan degan savol keladi, hurmatli ustozlar. Aorta yoyi o'ngga yo'naldi desa, обязательно qushlarni terishingiz kerak. Aorta yoyi chapga yo'nalgan deb savol berishsa, demak, sut emizuvchilarni terib olasizlar. Demak, qushlarda aorta yoyi o'ngdan aylanib o'tar ekan. Sut emizuvchilarning qon aylanish sistemasi, bu oxirgi qon aylanish sistemasi, e'tibor beringizlar. Yuragi 4 kamerali, sut emizuvchilarning ham qon aylanish doirasi ikkita doiradan iborat. Chap bo'lma va chap qorincha kislorodli qon saqlaydi. O'ng bo'lma va o'ng qorincha karbonat angidridli qonni saqlaydi. Chap aorta yoyi rivojlangan, hali tushuntirib o'tdim sizlarga. Demak, sut emizuvchilarda aorta yoyi chapdan aylanib o'tadi. Keyingisi yuragida, demak, yurak ko'rsatib qo'yganimizdek, chap tomonida kislorodli, o'ng tomonida karbonat angidridli vena qon tomirini ko'k rangda berib qo'yganman. E'tibor beringizlar slaydga. Demak, arteriya qon tomiri kislorodli qon saqlaydi va kapillyar qon tomirlari bu yerda tasvirlangan. Shuning bilan, hurmatli ustozlar, mavzumiz yakunlandi. Slaydni qayta ko'ringizlar, to'xtatib qo'yib, yana qayta eshitib ko'ringizlar. Sizlar uchun tayyorlaganman. Haqiqatan ham qon aylanish doirasidagi o'sha sistemali savollar odamni adashtirib qo'yadi. Agar mana shu slayd tagida kommentariyada 200 tadan ortiq ijobiy fikrlar va ichida berilgan savollarimga kommentariyada savol beraman. O'sha savollarga to'g'ri javob bersalaringiz, odamni qon aylanish sistemasini sizlarga tushuntirib beraman. Odamni qon aylanish sistemasi, yurak faoliyati, sistola va diastola holatlari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Kuzatishda davom eting. Hali darslarimiz butunlay oldinda.